Sizga bitta haqiqatni aytaman. Bugun agar kimnidir hayotida mm, o'zingiz xohlagan, istagan ideal holatni ko'rgan bo'lsangiz, unutmang, uni tagida juda ko'p narsalar bor siz bilmaydigan va aynan shu narsaga diqqatingizni qaratish evaziga o'zingizni hayotingizdagi bor bo'lgan o'sha turmush o'rtog'ingiz, o'sha o'zingizni baxtingiz, o'zingizni hozir o'zingizga xos bo'lgan, o'zingizga yarasha bo'lgan sevgi, munosabat, baxtingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Chunki ba'zan ayollarimiz aytib qolishadida, man nima loyiq emasmidim chiroyli sovg'alarga, go'zal munosabatlarga, sevgiga, hurmatga, qadrga, misol qimmatbaho uylarda yashashga man loyiq emasmidim deb ich-ichidan xafa bo'lib aytishadida. To'g'ri, har bir inson loyiq, hamma go'zal narsaga loyiq. Lekin ishoning, har bir insonga vaqti soati bilan beriladi. Hozir sizga berilmayaptimi? Demak, siz hozir ko'tara olmaysiz. Hozir u narsaga tayyor emassiz. Hozir chidolmaysiz. Menga ustozim bitta gap aytgandida, hozir sani hayotingga nima berilmayotgan bo'lsa, demak sen u narsani olishga tayyor emassan hali. Hali vaqti bor. Demak, sen hozir qo'lingda borlarini olishga qodirsan, tayyorsan. Shuning uchun shular berildi senga. Lekin vaqt keladi, hali o'zing kutgan narsalar keladi-yu, lekin hozirgi hayotingga ko'p orzu qilasan deb aytardilar-da. Shu sababdan sizga aytmoqchimanki, hozirgi hayotingizga to shukur qilib qadriga rozi bo'lmaguningizcha siz kutgan kunlar kelmaydi. Ishoning, siz kutgan baxt kelmaydi. Siz kutgan quvonch, siz kutgan lahzalar hech qachon hayotingizga kirib kelmaydi. To bugungi holatingizga, bugungi vaziyatingizga, sharoitingizga, kuningizga, o'sha injiqdir farzandingiz, o'sha daromad topmas turmush o'rtog'ingiz o'zingiz istagandek yoki o'zingiz xohlagan kasbda ishlamassiz, shu narsalarga bugun rozi bo'lmaguningizcha, shu narsalardan o'zingiz nima deydi, darsingizni chiqarib anglab hayotingizni davom ettirmaguningizcha sizga hech qachon siz istagan narsalar berilmaydi. U tayyorgarlikka qarab beriladi. Demak, bugun tayyor emassiz shu narsalarni olishga va rozi bo'ling. Tayyor emasligingizni tan olib rozi bo'ling, minnatdorchilik bildiring. Albatta siz kutgan kunlar keladi. Lekin insonda shunaqa xususiyat bor. Siz qancha hayotingizga o'zingiz kutgan, o'zingiz xohlagan narsalar kirib kelgan sari bir o'zingizni kuzating, hech qachon o'zingizni baxtli his qilib qolmaysiz. Siz kutgan pullar kelsa ham, siz kutgan obro' e'tibor kelsa ham, siz kutgan munosabat kelsa ham, hech qachon qalbingiz tinchlanmaydi. Toki ichingizda o'zingizni anglab, his qilib, o'zingizdagi bor narsalarni o'zingiz ko'rib olmaguningizcha hayotingizga nima kirib kelsa kelsin, qanaqa o'zgarishlar bo'lsa bo'lsin, mo'jizalar bo'lsa bo'lsin, lekin hech qachon o'zingizni baxtli his qila olmaysiz. Shuning uchun hozirgi damda nima bor sizni baxtli his qilishingizga sabab bo'lgan? Nima bor? Farzandingiz bormi? Farzandingiz yo'qmi? Yaqinlaringiz bormi? Nafas olyapsizmi? Yashab turibsizmi? Yura olyapsizmi? Ovqat pishira olyapsizmi? Nima qila olyapsiz? Men misol uchun yaqinda shukur keltirdim, jo'mrak deydi, kranimizda suv oqib turmagani uchun. Misol tomchilab oqib turadi-yu, kran buzilsa. Shu narsa buzilib qolmagani uchun shukur keltirdim. Hattoki shu krandan tinimsiz suv oqib turgani uchun shukur keltirdim. Oddiy narsalar uchun, oldinlari ko'zingiz ilg'amagan, o'zingiz o'sha narsani sizda borligini bir mo'jiza deb bilmagan narsalaringizni anglagan vaqtingizda o'zingizni tushunasiz. Ana shu vaqtda siz keyingi etapga o'tasiz. Ana shu vaqtdagina sizga haqiqiy o'zingiz kutgan baxt keladi va hozirgi lahzada nimalarni ko'ra olsangiz, nimalarni his qila olsangiz sizda borlarini, diqqatingizni boshqalardan uzibda, boshqalarni hayotida bor narsalarni o'zingizni hayotingizga solishtirmasdan, o'zingizni hayotingizda bor nimalar bo'lsa, shularni qalban his qilib borligiga shukur keltirib, quvonib, qadrga rozi bo'lib yashamagunizcha sizga siz kutgan holatlar hech qachon berilmaydi. Shuni unutmang.